Oshqozon organizmda nafaqat hazm qilish organi hisoblanadi, balki u sizning ruhiyatingizda kechayotgan kechinmalarni ham hazm qilishiga to'g'ri keladi. Agar siz ruhiyatingizdagi tashvish, g'am yoki qo'rquvlarni hazm qila olmayotgan bo'lsangiz, tabiiyki sizda oshqozon og'rig'idagi muammolar kelib chiqadi. Endi o'zingizga o'zingiz savol bering. Siz hazm qilish uchun bir qadam o'sishingiz kerak bo'lgan harakatlarni qilyapsizmi yoki hazm qilmaslik uchun kimnidir ayblab bu muammolarni itarib tashvishli holatda oshqozon og'riqlari bilan yashayapsizmi? Bu vaziyatlarga albatta yechim bor. Psixosomatika vaziyatga yechim qilib bir qadam o'sishni o'rgatadi. Balkim sizning organizmingizda biologik vazifasini bajara olmayotganiga sabab psixologik bosimlar ekanligi haqida ham o'rgatadi. Mani YouTube kanalimni kuzatsangiz, unda bepul darsliklar bor va har bir organning biologik vazifalari haqida batafsil berib borilayotgan ma'lumotlar bor.